Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Barchaga xayrli kun. Bugun hovli uyimizdamiz va ammalarim kelishgan. Mehmonga maza qilib o'tirishibdi. Gaplashib, maza qilib o'tirishibdi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ammam kitob o'qib kelgan. Shirmaton telefon bilan. Onam gapiryaptilar. Bugun iftorlikka va 8-mart munosabati bilan hamma qarindoshlar yig'ilib olamiz. Bu yerda bo'lsa o'sinim bilan ovqat tayyorlamoqchimiz. Tabiat qo'ynida chiroyli manzara bilan hozir zo'r ovqat tayyorlashga bel bog'ladik. Ana Adajon sekin tashqariga chiqyaptilar razvedkaga. Ovsinim bilan bugun bir dimlama qilmoqchimiz. Oldingi safar osh qildik, keyin bir boshqacha eksklyuziv kosali somsala qildik. Endi bu safar karomli, jo'xorili dimlama qilishni reja qildik. Keling Adajon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? So'rashiradilar. Assalomu alaykum. Bayramlarni yaxshi o'tkazasiz. Rahmat. Dimlama qilmoqchimiz. Nimlama Yaxshi dimlama. deyman. Hammasini to'g'rab qo'ydik. Hozir o'chog'ini yoqamiz. Qovuramiz. Ha, qovur kim? Solamiz. Powerman o'zimiz. O'zimiz power. Boshqa qovurmi? Yo'q. Ham go'shti. Men sanayaptilar biz. Первое блюдо. Ana ammalarimiz yordam berishadi. berishadi. O'shani anaqa o'tiradi, tozalab. Rahmatli dodalarimiz bilan buvilarimizni eslab ovqat qilamiz. Xudo rahmat qilsin. Otamdek hech kim qilmasingiz. Dahshat ovqat qilardilar dodam. Bir so'ng kelganlarda bo'rish qotdim. Anaqa bilan sirkamdan shakar soldingmi? Sir yo'q dedim. O'shani so'r zo'r chiqardi. Sirka bilan Shakar. solardim. Rangi o'zgarish. Sirka qilsangiz